TSPda ishlab chiqarish jarayoni qora metallni qabul qilib olishdan boshlanadi. Metall vagonlarda olib kelinadi va kesiladi. Kesilgan xomashyo kislota bo'limida ustidagi zangi yuvib tozalanadi va metallni cho'zish bo'limiga yuboriladi. Uskunada uni qalinligi o'zimiz uchun kerakli o'lchamlarga tushiriladi. Shundan so'ng metallni ruhlantirish jarayoni uchun maxsus ishlab chiqarish liniyasiga yo'naltiriladi va bir necha uskunadan o'tib, yuzasi tekis holatga keltiriladi. Keyin metall gaz bilan qizdiriladigan uskuna orqali yuqori haroratda qizdiriladi. Bundan keyin qizigan metall eritilingan rux qozoniga yo'naltiriladi va uni yuzasiga rux qoplamasi yopishadi. Keyingi bosqichda ruhlantirilgan metall sovitiladi va yuzasiga kimyoviy ishlov beriladi. Tayyor bo'lgan metall maxsus uskunalarda o'raladi, qadoqlanadi va omborga joylanadi. So'ngra ruhlantirilgan metall profillar uchun kerakli o'lchamlarda kesiladi. Metall zamonaviy robotlashtirilgan dastgohlar orqali profil holatga keltirilib, avtomatik qadoqlanib, taxlanadi va mijozlar uchun tayyor holatga keladi. Endi bu oddiy metall emas, balki aniq jarayonli, texnologik nazorat va sifatli ishlovdan o'tgan tayyor asosdir. TSP sifat aniq jarayondan boshlanadigan ishlab chiqarish korxonasi.